dadasi siz yoqtirgan xonim qildim kompota bilan. Mana. Oo. Sizga shunaqa shirin ovqatlar qilib berganimga yaxshi ko'rib ketasiz, ha? Erkaklar oshqozoni bilan yaxshi ko'radi degan gap g'irt bo'xton gap. Topamading. Assalomu alaykum. Qizingizga pishiriqni, o'g'lingizga karakarrani, kichkinangizga bo'lsa salom berishni o'rgatdim. Assalarim. Sizga farzand tug'ib, ularni tarbiyalayotganimga yaxshi ko'rib ketasiz, ha? Bu qilayotgan ishlaringga rahmat. Lekin topolmading. Baraka topgur, oyoq kiyimlarimni ham tozalab qo'yibdi. Voy, oyoqlarim ham orib bezuda qilyapti-da. Voy, xo'p bo'ladi oyijon. Oyoqlaringizni qalab kechki siz yoqtirgan chuchvara ham qilib beraman. Yaxshi ko'raman. Ota-onamga ko'rsatayotgan mehring, qilayotgan muomalang seni menga qattiq sevdiradi. Xo'p, bo'ydoqlikdagi birinchi muhabbatingiz-chi? Bo'ydoqlikdagi sevgi emas, haqiqiy muhabbat ayolimni ota-onamga qilayotgan xizmatida paydo bo'lar ekan. Xotinjon, ota-onamga qilayotgan xizmating va egik boshingga jannat tojlari kelsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz.